Bugun men ko'zimni yumgan holatda Mobile Legends o'ynayman. Fanniyda o'ynab ko'raymi ko'zim yumib? Nima deb o'ylaysizlar? Uryapmanmi? Uryapman, ha. Aha. O'ng qo'l taraf, chap qo'l taraf. Aha. Shunga qarab ma'lumotlar beraman sizga. Yo'q. Midline tarafga qarab jiz oldira qo'yib o'ltiravering. Ketdingiz hozir. Seriozno. O'rtoqlar, albatta video juda ham qiziqarli bo'lgan. Boshidan oxirigacha ko'rishga arziydi. Videoga like bosib qo'ying. Demak, ko'p gapirmagan holatda biz videoni boshladik. Hop, o'rtoqlar, videoni boshida aytganimdek yana bir marta assalomu alaykum. Bugun bizda videoyimizda birinchi marta mehmonlar bor. Hop, bizda Zinaxon mehmonlar. Salomlashib olasiz. Assalomu alaykum. Hop, Zinaxonning Instagrami ekraninglarda chiqib turibdi. Albatta, qiziqadiganlar bo'lsa o'tib podpiska bosib qo'yishinglar mumkin. Demak, o'rtoqlar, men sizlarga videoni tushuntirdim. Ko'zimni yumib hozir Mobile Legends o'ynayman. Bular menga lokatsiyani tushuntirib turishadi. Hop. Sizlar fikringlar bo'yicha o'zi qaysi geroyda yoki qaysi liniyada ko'zini yopib o'ynagan qulayroq? Nima deb o'ylaysizlar? Menimcha Opit. Optda. Mid. Tak. Sizni fikringizni ayting, brat. Menimcha Opit bo'lsa kerak. Opitda chunki bitta liniyada tursa. Fanniyda o'ynab ko'raymi ko'zim yumib? Nima deb o'ylaysizlar? Men ko'zimni ochib o'ynamayman. Da, to'g'ri. Ochiq ko'z bilan o'ynash qiyomat lekin u geroy. Davaychi, bosaveringlar bo'lmasa boshlaymiz. A few moments later. Opt bizni tilda nima edi? Sterilokmi? Expa. Expa deyapsizlarmi? O'zbek server qaytganidan beri zaybal glavniyimdan tanib qolishaveradi, 4 kishiga o'ldirishadi billah. Ya, o'zi bizga yana yo'qolib qoldi. Sezmadingizmi? Yo'q. Hop, ko'zimni yopyapman. Aytgancha ballar, qaranglar, men bu narsa ashli qalin narsa, eslicha kameraga ko'rsatib qo'yyapman. Ko'zdan umuman shitimi o'tmaydi. Telefonim qani billar. Ketyapman. Kevering. To'xtang, sadjiy chetda. Chetda qotaymi? O'ngroqqa yuring. O'ng. Biroz yuring. Qayting. Uryapmanmi? Tegdimi? Chapqa yurib bering. Uryapmanmi? Uryapman. Ko'zimni yumib kill qilsam ham zo'r bo'lardi, bor Instagramga shumaming. Men kill qildim. Kim o'ldi? Bizdan kimdir o'ldimi o'zi? Yo'q, men o'ldirdim. Voy. Qayting, bashandayda qolib ketdingiz. Qayting. Qaytyapmanmi? Qaytdingiz. Yurib turingizcha. Bo'ldi, to'xtang. Aha. O'ngroqqa chiqib. Xo'sh. Qayting, bashandayga kirib ketasiz. Qaytyapman. Mana shu yerda. Bir ikki bering o'ng tarafingizga. Qayting. O'ng tarafingizga bering. Uryapmanmi? Urdim mana, urdim. Uravering. Qilyapman. Oh, Voy, urib qo'ydim. bitiraymanmi hozir? Ha, endi bir ikki bering. To'g'ri berdimmi? Oh, kill qildimmi hozir? Yo'q. Chaproqqa. Aha. Ultiz bosing. Bashandaga kirib ketdingiz hozir. O'ldingiz. Ha, o'ldimmi o'sha yana? Chapga kiring desam, bashandaga o'tib berdingiz. Siz to'g'ri tushuntirmayapsiz hozir menga. Что такое т. Ular ham bilyapti ko'rligimni billar. 2000 years later. Qarorchi balla shu joyda hozir prank qilamiz. Ko'zimni ochib bitta kill qilib Kelmayapsiz. qoldirib yuboraman. Kimdir bormi? Ulti bering, oldiga ulti bering. Nimadir uryapmanmi? Wow. Bilmayman, ko'rganim yo'q. Qayting. Orqaga. Aha. Yuravering chapga. Endi qarang, to'xtang chetda. To'xtadim. Endi chapga yuring. O'ngga yuring. O'ngga. O'ng qaysi taraf? Ha, bu. Shu taraf o'ng. Yuryapti. Tepa yoki pastni tushuntiring. Tepa past. Ha, tepa chap. Menga qarab ketyapsiz. To'xtang. To'xtadim. Ana, lord chiqadigan joyda turibsiz hozir. Orqaga qaytaymi? Qayting. Qaytyapman orqaga. To'xtang, ulti bering
oldiga. O'ngga chapgami, qaytga ulti beray? O'ngga. Vau, to'g'ri berdi lekin. Tepa past, o'ng chap. Aha. To'g'rimi? Aha. Siz ham shunaqa. Aha. O'ng qo'l taraf, chap qo'l taraf. Aha. Shunga qarab ma'lumotga beryapman sizga. Aha. Aha. Bo'ldi. Tiriymanmi hozir? Liniya o'qitga qarab yuring. Liniya o'qitga qarab yuring. O'sha bitta mashinani olib tashlashdi. Juda yaxshi. Yuring. Juda Hali bor. Yuring. Yuryapman. Endi 1-2 bering. Bo'ldi, qayting. Bular ultaga qo'lim tegib ketdi, ko'rganim yo'q. G'ushdi meni. Ha, yo'q. Skill bermayapsiz-da. To'xtang. Hop. To'xtadi. Qayting orqaga qayting. Orqaga qaytdim. O'ngga yuring endi. O'ngga yurdim. Yuring. O'ngga yuravering. Endi Yuryapman. pastga tushing. Pastga boring. Pastga. Hop. Pastga. Yuravering. Yuryapman. O'ngroqqa. Endi tushib oldim. Oldiga ulta berasiz hozir. Aha. Ult bering ult. Vau, ana. Ushlarimnikimidir? Ult to'g'ri berdingiz. Uryapman hozir. Olib qolasiz, qayting. Tirimani? Ha, tiriman. Gap yo'q. Ko'zimni yumib to'g'ri ult beryapman, a. Nima qaranglar. Like bosib qo'yinglar. Bundan chiroyli ultalarni. Men sizga o'rgatguncha vashi. 2 minutga ko'zim eshitdim ballar-a. Ko'zim ko'rib qolar haqiqatdan. Mana Franko ham zo'r o'ynayapti-da. Hozir menga ulta berib, Zamorozga bosib oldi. Seriozno. Ne? Qirillimi? Yaxshizmi? Hozir topib olay. To'xtang. Yaxshim. Qaysi liniyaga? Chapga, o'ngga. Voy balla. Adashib ketyapman-da. Nima Balla ko'zim to'g'ri bo'lib turib, o'ng bilan chap farqini bilyapman. Hop, to'g'ri. Tepaga suring. Tepaga. Oldiga ult bering. Shu odammi kimidir? Vau. Oldingiz. Balla. Voy, meni uchadi. Meni o'ldirishdi. 5 ta pomish beribman mana. Ko'zimni yumib o'ynasam, o'yin juda uzoq davom etayotgandek tuyulyapti menga. Endi 12 minut o'tibdi bo'lmasa. Voy balla, birorta bashnamiz qolmabdi-yu biza. Sizlar nima qilyapsizlar o'zi? O'ynayapmiz. Yo'q. Midline tarafga qarab, jiz oldiroqqa yurib ulta bering. Hop. Yuring. Yurdim. Ulta. Pushqordi. Ha, yutqizdingmi o'sha? Voy, o'zim. Yana bitta o'ynaysiz. Siz o'yinda chapda o'yin qilib yuboryapsiz-ku. Mana shu joyda stop o'rtoqlar. Aka esinglarda bo'lsa, men o'tgan safargi videoyimda, ya'ni o'tgan safar chiqargan videoyimda kommentariyadan bitta odamni tanlab olib, almas sovg'a qilaman dedim. O'rtoqlar, demak, o'tgan safargi videoni kommentariyasidan hozir biz bitta odamni tanlab olamiz va unga 100 almas sovg'a qilamiz. Buni men mana bu ko'rib turgan random saytlar orqali amalga oshiraman. Davaychi mana bu videoda ko'rib turganlaringda 200 tadan ortiq kommentariya kelgan. Hozir mana shu 200 tadan ortiq odamlardan bittasi 100 almasga ega chiqadi. Hozir mana bu tugmachani ustiga bir marta bossam aniqlanadi. Qani davaychi. Ko'proq shunaqangi kontentlar qilib turing deb yozgan bratimiz YouTube'dilar. Niklari mana shu ekan. Xo'p, mana shu brat menga mana bu Instagram profilimga aloqaga chiqing, Alixan MLBB ga mana shu akkaunt o'zingiznikiligini isbotlash uchun bitta skrinshot olib oling. Mana shu akkaunt meniki, shtobi siz to'g'ri odamga tashlayapsiz almasni degan holatda. Va Mobile Legends'dagi ID raqamingizni tashlasangiz, men sizga 100 almasingizni tashlab beraman. Mana shu ko'rib turgan videolaringda ham o'rtoqlar biz almas o'ynaymiz, 100 almas kam deyishlar mumkin. Shuning uchun biz bu videoda 200 almas o'ynaymiz. Naqdga ketsa boydan ketibdi. Qarochi, qanaqa qilib siz almas yutib olasiz? Shu videoni tagiga kommentariy yozasiz, meni YouTube kanalimga obuna bo'lasiz va videoga like bosib qo'yasiz. Mana shu shartlarni to'liq bajargan holda keyingi videoda men mana shu videoni kommentariyasidan aniqlab olaman o'rtoqlar 200 almas g'olibini. Qanchalik ko'p kommentariy yozsangiz, bu sizni yutishingiz uchun shunchalik oddiy imkoniyat. Qo'shnilar telefonidan olib yozing, qarindoshlarnikidan olib yozing, farqi yo'q. Bu shartlar albatta bajarilgan bo'lishi kerak. Biz har xil videolarda kundan kunga 200, 300, 400, 500 qilib almaslar o'ynab boraveramiz. Kundan kunga miqdor ko'payaveradi, g'oliblar ham ko'payaveradi o'rtoqlar.
adashib ketyapman-da. O'zi Mobile Legendsda o'ng yoki chap degan narsa tushuncha yo'q-da, tepaga pastga borda. Joystikki, qarang, joystikki, o'ng chapi bor, tepa pasti bor. Shunga qarab gapiryapman men. Ana kartaga emas. Ha, yo'q. Bitta savolda. Nima? Ana qizga keyin donat qilib berdingizmi? Nima deysiz? Ana qizga donat qilib berdingizmi keyin? Qaysi qizga? Voy, natam kimga nima tushdi? Giroy otinglar, menga birorta narmani. Alfa beraymi sizga? Alfa oting. Tayyor turing, ikkinchisi chiqadi hozir. Oldim. Ko'zim hozir ochiq. Pasholadim. Qani bor, kimga beray? Sizga gapirib turguncha men o'zim o'ldirib tashlagim keldi, shunday. Siz o'ldirmang, siz yo'l ko'rsating, bo'ldi. Xo'p. Yoningizda hozir endi qushga aylanib yoningizda uchib yuraman. Давайте. Так. Ochib yechamiz. One eternity later. Welcome to Mobile Legends! Siz uchun telefon ishlatish kerak-da, guys. Hozir skilllarimni ochib olay, ko'zim ochiqligida. Ko'zim ochiqlik. Aha. To'xtang. To'xtadim. Ana qani oldingiz bochkani ham. Voy, balla bochka olib ketdimmi o'zi? Oldiroqqa yuring, tepaga yuring. Yuring. Tepaga. Tepaga yuryapman. To'xtang. Qayerdaman hozir? Qayerga ketdingiz? Nima demak? Qarang, bravo, kemani boshidasiz. Biz unaqani birinchi bashnamiz oldidasiz. Voy, balla o'shitdimanmi? Ha, yuring. Yuryapman. Yuring. Yuryapman. Oldiga qarab ult bering. Ult. Wow. Vo. Nima qilyapman hozir? Tiriymanmi? Oldingiz. Voy, balla. Oldingiz ketyapman. A few moments later. Boshingizda baxt qushi yuribdi. Nahotki sezmaysiz? Serios. Nima siz qushsiz-ku hozir bitta savol bor qushlarga. Nima qushlar qora mashinaga oq tushadi, oq mashinaga qora tushadi? Yo'q, men unaqalardan emasman. Yo, uni farosatli qushlardansiz, siz. Tirildik. Yuryapman. Hop. Oldiga ult. Молодец. Oh my god! Kim qildingiz hozir? Seriozno. Ayrim ko'zi ochiqlar to'xtang, motivatsiyali gap keldi shetiga. Ayrim ko'zi ochiqlardan men ketib qolmayman. Tak, vallahi. Chiqdingiz, yuring hozir. Yana bitta prank. Yuring. Yuryapman. Yuring. Nima qilay? Ult. Wow. Молодец. Chopmasangiz bo'lardi shuni, Joni. Men nima qilyapman? Keyin sop ketdi. To'xtang, meni uryapsiz. Voy, miyamiz. Tiriklar qolmabdi-yu bizda. Defeat! Ro'chiballar, videoni ko'rdinglar. Videoni olishda yaqindan yordam bergan Dina va Joni bratga kattakon rahmat. Yana bir marta aytaman, Instagram profillari chiqib turibdi. Albatta, qo'llab-quvvatlab, like'lab bosib podдержка qilinglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. Birorta gapinglar yo'qmi? Shunaqa ideya bo'lsa kommentariyaga yozib yuringlar.